Sürüşü başladık. Tak. Saatimiz içi. Motoru 45'teyken. Dayı da uçuyor yaptı. Yani birinci uçuş. Geldilerimiz. Gitti Xudo xolasi. Birinchi nimani qilib yaxshi. Mana buni uçmagan narigisi. Yıl 11 aprel 14:44'da haydadik. Mana qarasa arkadaşlar göstermem nasıl toçkuya çıktılarmış. Süreliğinden öttü. Yakınlaştırsam görünmeye dur. İçi de onda sonunda gibi. Ko'ramiz. 2026 yıl 11 aprelda haydadik. 14:44 deydi. Saatimiz neçe? 11:04 mana. 11-chi числа 4-chi oy. 16:58. 14:44 birinchi kun. Birinchi kun uchirishimiz. Harakat qilamiz. Pasayib qoldi. Pasayib qoldi qayerdagi. Ancha pastga tushadigan daraja bo'ldi. Yaxshi, yomon emas. Tushmay turgan kapitanlar uchun yomon emas. Arabası 15 Şubat'tır. 2 saat buna bakıyor.
Yaxshilab qarang. Yaqinlashtirib. Mana. Shular bo'ladi. Kaptallarimiz. Yaqinlashtiraman. Yana yaqinlashtiraman mana. Uzoqlashtirsa olmay qolyapti. Hayli. 2026-yil 11-aprel. Nechada uchirdik? 14:44da. Biz topishga harakat etamiz. Yıl 11-aprel 17:43 bo'ldi. Tak 14:44da nima uchirdi? 2026-yil 11-aprel 14:44da uchirildi teddilarimiz. Har birini mana olib berishga harakat qilaman. Soatimiz necha? 17:19 shanba 11-aprel 4-oy 26-yil. Bitta robotchimiz yuribdi. O, tochkada endi qanday olaman? O, lelelelyapti. Ko'ryapsizmi? Qanchalik darajada tochkada. Ana. Har bir nimani olib berishga harakat qilaman endi. O, ana bu yoqda yuribdi. Nimasini elementini olib berishga har bir daqiqaga endi nima chidamaydi. Ana. Tom nimasiga o'tib ketib qolyapti-da. Hozir.
tomoniga o'tib ketdi. Ilmay qolyapti-da. Mana. Şekelesi şu. Yine yakınlaştırıp görstek. Şekelesi. Kıyçılıklarınızı toçkada qarang. O biri yaptı, gap yok. Sizga qaysi tomonga o'tdi? Mana bu tomonda ekan. Yomon emas. Yaxshi. Tak. 17:22. 1-aprel. Birinchi uchishiga yomon emas. 2026-yil 4-aprel mana. Aprel 11-aprel. Ana. Aslab qoldi. Juda mana soatni ko'ramiz. 14:44 da uchirilgan. Qara bir. Soatiga ulab tushdilar. 11-aprel. 11-aprel. Soatiga ulab tushdi bular mana. Aslab qoldi. Shu 3 minutda tushadi. Xudo xohlasa. Paslaganni ham bir ko'rsatay mana. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Mana 17:42. 11-aprel 26-yil. 3 soat. Soatini soatga ulab tushdilar. Mana keldi. Qoldi hisobi. Tak, 11-aprel 26-yil. Ikkinchisi ham tushyapti. E'tiborlaringiz uchun rahmat. 14:44 da uchirganmiz. 17:53. 3 soatdan ziyod 3 soatni mo'ljallabdi. Yaxshi bo'ladi birinchi kunga. 6 oydan ziyod uchirilmagan edi. Bugun 2026-yil. Tak, 15-aprel. 5-aprel. Ana. Ko'rinamikan bu yerda? Ishda yuribdi. Yetdilarimiz. Ancha balandda.
5 aprel 26-yil. Tam nimasiga o'tib ketibman. Aprel mana 26-yil. Teddilarimiz tushdi. Yaxshi, 3 soatdan ziyod yana ikkinchi uchish edi. Ikkinchi uchish yaxshi. Bugun 2026-yil. Tak, 5 aprel. 5 aprel. Ana. Ko'rinamikan bu yerda? Uchta yuribdi. Teddilarimiz. Ancha balandda. İşte 5 aprel 26-yil. Tam nimasiga o'tib ketibman. Aprel mana 26-yil. Teddilarimiz tushdi. Yaxshi, 3 soatdan ziyod yana ikkinchi uchish edi. Ikkinchi uchish yaxshi. 16 aprel 2026-yil 15:43'da haydadi. Sekin ko'tarilishyapti. Ko'ramiz bugun qancha ushar ekan. Havo yomon. Havo obzoyi buzuq. Yomg'ir yog'ayapti. Bulut. Harakat qilaversinlarchi mana. Ko'ramiz. 1-2 soat bo'lsa ham harna uchursinlarchi. 6 aprel 2026-yil. Tak, 16 aprel 26-yil. Yomg'ir yog'yapti. Mana hali yog'yapti. Normal yomg'ir yog'yapti.
16 oldu. 15 funt oldu da. Düşürgenimizde. Şuna lekin yurishibdi. Yomg'irda ham gap yo'q. Yomg'irda ham gap yo'q, yurishibdi. Yomg'ir yog'yapti. Tushar dedim yomg'irda. Oldu, avjiga chiqdi. 16 aprel 26-yil. Yarim soatdan o'tdi lekin tushirishga harakat qildik. Yomg'ir shatarang uradi. Hamma yoq ho'l bo'lib ketdi. Bilmayman bo'ladi nima bo'lyapti. Sekin tushib kelishyapti. Mana. Sekin tushib kelyapti. Tomga chiqardik, pastga chiqardik. Amalab tushiryapmiz. Shatarang yomg'ir. Yana bir harakat qilib ko'ramiz keyin. Qilarmi? Yomg'ir rosa quydi. Endi qo'ndi. Kechamiz молодец. Soat nechi? 16 aprel. 4-oy. 6 aprel. 17-29. 17-29 bo'lsa 15-43 cho'kdik. Oxirgisi 7 aprel 3-uchishi. Tepkilarimiz buyruq hisobiga mana do'ylab boshladik. Onda haydadik. 16 kun qoldi mana. 10:00da haydadik. 17 aprel. Juma. Ana ketdilar, xudo xolasa. Ko'ramiz rezultatlarini. Yomg'ir, bulut aralashib nima bo'lyapti. Kecha ham 1 soatdan ziyoda tushgan. Haqirosman. Kecha 16 bo'lsa 16 kuni ham tushirganmiz. Shu holatda davom etgan. Bundan oldingi safar 17 nechida tushirdi kecha. Shu 1 soatga yetmasdan bittasini tushirdik yomg'irda zo'rg'a. Tuman bo'lganga. Tuman yomg'ir adashib ketmasin deb bugun ham shu. Osmon nima endi? Ko'ramiz bugungi rezultatini. 2 soatga yaqin bittasi uchdi, ikkinchi uchishida, birinchi uchishida. Tak, 3 soatdan ziyod uchuvdi. 3 soatdan ziyod uchuvdi. 3 soat birinchi uchishida. İkinci uçuşu. Ko'ramiz. 17 aprel bizga qanaqa rezultat beradi. 18 minut bo'ldi. Mana tushdi bittasi. Bittasi 4 soatlarda tushdi. Tak, 17 aprel. 15-15. 10:00da uçurganmiz. Bunisi ham o'zi pastlab qoldi. Bitta qoldi. 3ta uçurganmiz. Pastlab qoldi bu ham. Shunda bu 5 soat 15 minutmi? Tushadiganga o'xshamayapti bu yuribdi. Mana. Ketdi, mana bu o'tgan yil. Ko'ramiz, 5 soatdan o'tdi. 6 soatga yaqinlab tushsa kerak endi. 17 aprel 2026-yil. 17 fevral aprel.
Soatga qaraylik, esdan chiqib ketdi. 17-aprel 15:22. 26-yil. Mana. Anaconda. 5 soat 22 minut. Yaxshi bo'ladi 3-uchishida. O'tgan yilgi Maladoyamiz. 3-uchishida. Kecha 2-uchishida 2 soatcha nima qiluvdi? Yomg'ir yog'ib, nima qilganga 1 soat, 1,5 soat, 2 soat oralig'ida tushishdi. Tushitasi. Bugun yaxshi 4 soat. 5 soatdan sal o'tib tushdi. Mana 5:22 da oxiri. Yomon emas. 3-uchishida. Mana do'ylar. Assalomu alaykum, aka-ukalar. Kun botyapti 18-fevral. 8:55. Jonivorlarimiz ko'rinsa yana tepa qorong'ulashyapti. Soatini aytmasdan ko'ramiz qancha edi. Kim botyapti? O'sha qarashiralashyapti. Bittasin quvib ketdi ko'pchilik. Shu ko'pchilik bo'ladi. Ketadi chota kech bo'lganda. Yaxshi ancha ushdi. O, yo'qda yuribdi. Biz qochyapti, yarim yo'q. Chiqib boryapti, yer yutgan mana. Uning yonida bu yoqda bittasi. Yer yutgan kech bo'lganda ham keladi. O, yana tashlayapti. Va ildi. Sinov ketdi 18-aprel. Kelgan bola shunga o'zi. $8.58. Maladoy bittasi olib ketdimi? O bittasi yuribdi. Narigisi qani endi mana shu yerga. Bittasini topdim. Shapalaklar ham chiqdi. Bittasi qani endi.
ishqibozlar 19-13 18 aprel tane kopçuk yedi. Xudo xolasa bitta tushdi. Ana tushib kelyapti. Yorib qilib beryapti lekin-da. 6:20. Yaxshi. Oladi, молодцы. Soat 20 yaxshi. Qo'ygan bu ham ko'p chiqmadi. 6:22. Yaxshi. 9:15. 6:22 tushdi. Bo'ladi. 4:5mi, 4-uchishmi? E'tiborlaringiz uchun rahmat. 18-apreldagi nimalarimiz. Uçuruşlarımız. Biz için battı. Ama ya da yoruktu bu ya. Assalamualaikum. Aka ishqibozlar. Mana do'ylarimizni sekin o'rgatishni boshlayapmiz. Sekin o'rgatishni boshlaymiz endi. Trampuri pochdik. Trampuri ichida o'ynar ekanda. Raboch. Yoyilyapti, endi yig'ilib olishiga vaqt kerak-da. Yig'ilib olishiga vaqt kerak. Yig'ilib olishiga vaqt kerak bo'lyapti. 5-may Maladoylarni haydadik. O'tgan oyda, aprel oyi. O'tgan yilgilarni uchirdik. Ko'ramiz, bularni ham sekin-sekin tayyorlayapmiz endi. 5-may Maladoylarni o'rgatishni boshladik. Hozir ikkitasi chiqib ketdilar keyin. Birinchi tushdi. Yaxshi ketdi. Yaxshi ketdi. Ikkitasi pasradi, mana endi durdi. O, tochkada ekan. 5-may Maladoylarni boshladik. İkitasi chiqdi, ikkitasi chiqib ketdi. Bittasi katta. Golden Cross bu. Nerede ekan? Nerede?
Yaxshi, birinchi uchishlarida chiqib ketdi-da. Yaxshi, birinchi uchishida yomon emas. Ko'rsatilgan natija yomon emas. Nimaga keldi? Yaxshi. Bo'ladi. 5-may. Yaxshi mana. Keyingi ikkitasi ham qo'shildi. Tushib kelishyapti, 2,5 soat bo'ldi. Golden Cross ham uchib ketdi. Tushib kelishyapti. Yomon emas maladoylar. Assalomu alaykum Pokiston Teddy ishqibozlari, asl Teddy. Asl deb nima uchun aytyapmiz? Nima bu yangilik bo'lib qoldi asl degani? Asl haqiqatan по-русски nima deydi? Как называется? Original Teddy deydimi? Shunday, asl Teddy. Asl Teddy deganimiz shunaqa. Butun dunyo tan olgan asl Teddy. Teddy hammada ham bor. Asl Teddy sal defitsitroq. O'shanga e'tiborli bo'lasizsa, maladoylarni boshladik mana. Maladoylarni o'tgan yilgilarni aprel oyi uchirdik. Aprel oyi uchirib 6 soat 22 soatga 6 soat 22 minutga chiqqanda nima qildik? To'xtatdik ularni. Yomg'ir, hozir ham mana yomg'ir mavsumi. Osmonlarni ko'rsa, bugun ham uchirishga nima bo'lmayapti, lekin chiqarib qo'yamiz, mayli. Bugun kechadan oldin kunmi boshladik, 5-may kunimi ko'rsatgan nimalarim bor edi. O'shalarni endi nima qilib o'tamiz, keyin bir ikkitasidan kelgan nimalar bor. Endi hammasini ochiq aytadigan payt keldi. Nimaga royal bo'lmaydi degan narsaga o'tgan safar javob berib o'tdim. Bundan oldingilarga ham javob berib o'tganman. Kesishgani bo'lmaydi. Kesishib, chatishib ketib, ko'pchilik negativda chiqyapti-ku. Boyaga narsadan bo'lganlar. O'shanga e'tiborli bo'lasizlar. Royallar boqishga, oldi sotdiga jarayonga bo'laveradi, lekin uchirishga bo'lmaydi. Bitta nimasi shu, bu tomoni. Boshqa nimasi yo'q. Uchirishga bo'lmaydi. Uchiradigan endi ishqibozlar hammasi nima deydi? Dunyoda 3 xil nima bo'ladi o'zi? Ishqiboz. Kaptar ishqibozi 3 xil bo'ladi. Bittasi o'yiniga yaxshi ko'radi. Chiroyli bo'lib uyda o'ynab bersa bo'ldi. Xursand unga. Yana bittasi bor, shu balerida tursa xursand u. Ko'chaga chiqmasa ham shu balerida tursa bo'ldi. Xursand u. Bizlar endi uchirishga. Bu 3-zot bizaniki shu uchirishga qiziqadigan insonlar. Mana bu Teddy klubimiz ham klub deb nimaga qo'yganmiz? Klub deb mana uchirishni boshlaymiz, xudo xolasa. Zotlarni bir to'liq o'rganib olganlaringdan keyin hamma zotlarni, mana Pokiston zotlarini imенно nomma-nom bilganimizdan keyin ularni klubga tiqamiz. Hamma xudo xolasa sportivniy nima qo'yamiz? Marafon qo'yamiz. Kimniki 1-o'rin, 2-chi, 3-chi o'rin, kimniki qancha ushda, o'shaning uchun klub bu. Yagona O'rta Osiyoda ochilgan klub, Teddy klub. O'shaning uchun kaptar musobaqasi bo'lib o'tadi-da, yaqinda. Xudo xolasa boshlaymiz.
o'shanga tayyorgarlik ko'rib faqat bitta narsa. Hozir ham tayyormiz, ko'pchilik ham tayyor u narsaga. Lekin nomlarini, daskanalli nimasigacha, elementigacha bilib olishimiz kerak-da. Bizning nimamiz, maqsadimiz shu. Elementlarigacha bilib olgandan keyin boshlaymiz deganmiz. Bo'lmasa 26-yil nimaga qo'yganmiz? Uchirishni marafon qilamiz dedik. Endi nomini bilmagandan keyin mana falonchidan chiqqan, mana kecha ham so'rayapti. Shuncha aytib o'tyapmiz. Jon Sira zoti qanday bo'ladi? Jon Siralar aytdim-ku, boshi och holatda keladi deb o'tgan safar ham aytdim. Bosh och, qanot och, dum och holatda keladi. Nimadan bo'yindagi obreskadan bu yoqda nima bo'lmaydi-da, Jon Siralar. Jon Siralarning boshida ham qora bo'lmaydi, sanchqi, oq sanchqilar nimalari bo'ladi. O'shanaqa. O'zimiz tilda sochi deydi, sochi ham endi qanaqa nimada oq patlari bo'ladi-da Jon Siraning. Kal Siralarda to'q qora holatda keladi, dum ham qora holatda keladi. Salaralarda o'tgan safar ko'rsatgan videolarim bor. Erinmay ko'ring, tepangiz ichiga kirib boring, klubni, mana kanalning ichida qashta 300 taga yaqin videomiz bor. O'sha Kal Sira, Jon Siraga ajratgan videolarimiz bor. O'shalarni erinmay birma-bir ko'ring. Mana bu yilgi nimalarimiz, maladoylarimiz. Maladoylarni xudo xolasa ko'ramiz. Jon Sira zotini aytib o'tdik, yaxshi zot qanday uchib aniqlaymiz. Yaxshi zot mana marafon o'tkazsak ham klubimizda shunday o'tkaziladiki, 3 kundan 7 kun uchiradi. O'shanga tayyor insonlarniki uchiriladi. Boshqa menikini bir kun uchirib keting bo'ldi degan insonlar deysiz-ki, bo'lmaydi, unaqa nima yo'q. Dunyoda yo'q unaqa. Borib bir marta uchirib bo'ldi, baho berilib ketadigan nima yo'q. 3 kundan 7 kungacha uchiriladi. 7 kunlikni addenni qo'yamiz, 3 kunlikni addenni qo'yamiz. Agar nima qiladigan bo'lsa, bo'lmasa 27-yilga qoldiramiz. 27-yilga qoldiramiz. 26-yil o'rganib oxiriga yetmasa, uchirib ko'rsinlar Buyul zotini hammasi o'zi. Shaxsan videolarini olib boshqarib Buyul ko'rsinlar. Pokiston, iminni Pokiston zotini. Pokiston zotini iminni ko'rsinlar Buyul. Keyingi xudo xolasa 27-yilga qo'yamiz bo'lmasa, plan kelishgan holda marafon qilishimizdan maqsad shuncha klub deb qo'ydik buni. Kanalimizni, Teddy Umidtoy kanalimizga obuna bo'lmaganlar endi deb aytaverishga ham endi meni nima bo'lmayapti, to'g'ri o'zlaring bilasizlar. Videolarimiz loyiq bo'lsa, boshqa bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar, bo'lmasa umuman kerak emas. Biz maqsadimiz bitta narsani, mana shu Teddy zotini, Pokiston zotini o'rgatish maqsad. O'rta Osiyoda o'rgatadigan insonlar bo'lmaganligi uchun Yevropadan, Dubaydan, Pokistondan tanishlardan bilib, o'rganib, masalan, Yevropada ham birinchi o'qiyotgan inson bo'lsa ham, o'shalardan o'rganganda, o'shalardan o'rganib so'rayapman-da, birinchi marta olib nima qilayotgan bo'lsa ham, o'shalardan olib so'rayapman. Dubayda ham shu so'rab o'rganib, boshqa Pokistonda ham maqsad nima? Bitta narsani tushunib, oxiriga yetish. Tarixini o'tgan safar aytib o'tganmiz. Tarixini bilmasang, sen buning uchun Teddy uchun hech narsa emassan. Teddy sen uchun hech narsa bo'lmasa, sen ham Teddy uchun hech narsa emassan. Uchirish sen uchun hech narsa bo'lmasa, sen ham uchirmaysan ham, umring o'tguncha shu valerning ichida o'tib ketasan. Qanoti bormi uchirish kerak, osmonda ko'rish kerak. Osmon aytadi o'zi. Necha soat uchadi, nima qiladi, nima qilib beradi. Osmonga otish kerak. Qanoti bormi, osmonga otish kerak. Tovuq qilib boqavermasdan boshqa qilib juda ko'payib ketdi tovuq nima. Endi nimalarni tushunsa bo'ladi, mana bu lahmasi bor nimalarni, endi ularni baribir ko'pchiligi bor uchadigani, uchmaydigani ham ko'p endi tomoshaga. Lekin bunday bir bakinskilarni ham nimalarni ham saqlayotganlar juda ko'p. Mana Pokiston zotlarini ham o'zi saqlayotgan juda ko'p. Endi naslchilik uchun qilayotganlari bo'lishi mumkin, lekin meni fikrim shunaqa-da, hech bo'lmasa 10 ta chiqsa, hech bo'lmasa bir 5 tasini osmonga otish kerak. O'zi osmon aytadi. Necha soat uchib beradi, nima qiladi, o'zi tushunib yetadi-da. Yana nima deganlar? Kesishgan zotlar qaysi bo'ladi? Hech
kesishgan zotlar qaysi biri yaxshi demoqchi shekilli bo'ladi debdi. Kesishgan zotlar umuman bo'lmaydi. Kesishgan zot umuman uchirib biron natijaga erishaman deb bo'lmaydi. Endi bor ichida ikkita, uchtasi bor. Hozir aytsam bo'lar ekan-ku, boshqa ekan-ku deysizlar. Lekin bo'lmaydi. Dunyo tan olgan chatishgan narsa kimga bo'ladi? Kim xohlaydi? Endi shuncha chatishtirib o'rganimiz boshqasi yetar. Ko'ramiz, xudo xolasa, mana haqiqiy teddilarni ham boshlaymiz uchirib. Bularni ham boshladik. Endi maladoy bo'lsa ham bu yil uchirishni ko'rsatamiz. Endi sekin-sekin mana qilib. O'sha kuni mana birinchi uchishda lekin 2 soatdan sal ziyod tushdi, lekin ikkinchi, uchinchi uchirganlarimizda yomg'ir bo'lib qoldi. O'zimizning vaqtimiz bo'lmay mana bir haftadan o'tib ketdi-da, cho'zilib ketdi, oraliq ochilib. Dars uchirib tayyorlash kerak, nimasi yo'q. Endi bizda vaqt bo'lmay, nima bo'lmay, mana bugun yakshanba, vaqt sal topib, nima qilib ishqibozlarga harakat qilyapmiz, bilganlarimizni. Faqat bitta narsa, zot oldingizmi uchirish kerak, natijasini ko'rish kerak. Zotni 20 ta emas, 2 dona zot zavod qilib qo'yish kerak bo'ldi. 20 taga hech qachon vaqt ajrata olmaysiz. 20 taga vaqtingiz ham, uni natijalarini ko'rishga ham vaqt bo'lmaydi-da. 2 par, 3 par nima bo'lsa, o'shalarni oxiriga yetsangiz bo'ladi. Natijalar shundan aniq nima qilib kelinadi. Tiplar yoki tiplar yoki bekardan chiqqanmi dedi. To'ppa-to'g'ri. Qora tumshug'i bor, mana. Masalan, mana bu rampurimiz rabochidan chiqqan, mana tumshuqni ko'ryapsizmi? Ana shunaqa teddilarimiz ham bor-da, mana shunaqa holatda qop-qora tumshuqda kelyapti. Bular endi biz rabochi qilib qo'yibmiz bular nimani? Nima deydi? Qora tumshuqda nimada kelmaydi. Hech qachon Pokiston zotlari qora tumshuqda kelmaydi. Qora tumshuq tepasida burnining ustida oqi bo'lsa, bu teplar nimalarga chatish bo'ladi, bekarlarga. O'shalarga ham e'tiborli bo'ldingmi? Boyagi oq chirmada o'shani ko'rish kerak edi. O'shalarni ko'rib, endi sochlarda ham даже unaqa holatda kelmaydi-da. O'shalarga e'tiborli bo'linglar. Pokiston va Dubaydan kelayotgan ikkalasi bir zotmi? Endi mana Ahmad Qambar Dubayda bo'lsa, Chodri Saki nimada? Pokistonda. O'shani nazarda tutgan bo'lsalar-ki, ikkalasi bir xil zotmi deya. Endi men o'tgan videomda ham aytganman. Chodri Saki ham, Ahmad Qambar ham ikkalasi bitta zot. Xon undan oling, xon bundan oling. Farqi yo'q. Endi oxirgi mana kimdan olishingizdan qat'iy nazar zotni bittasidan oldingiz. Olib sotardan olmang. Men sizlarga maslahatim. Olib sotardan olmang umuman. Olib sotar ham olgan bo'lsa, o'sha imenni o'sha insonga borib taqalsa, isbotlab bersa, videolari, nimalari bilan isbotlab bersa, haqiqatan o'sha insonga beryapman, mana shu zot jo'natyapman shu insonga deb olgan inson nimalari bo'lsa, o'shalardan oling. Mana bu Chodri Saki ham Ustad Ahmad Qambar ham ikkalasi ham bir xil nima, yo'nalish. Ikkalasi ham bir xil zot. Farqi yo'q. Xohlang Dubaydan, xohlang Pokistondan oling. Farqi yo'q. Ikkalasi ham aniq nima deydi? Tagi bitta, shajarasi bitta ikkalasini ham. Farqi yo'q. Bir-biridan ustun joyi yo'q. Xohlang Ustad Chodri Sakidan oling, xohlang Ustad Ahmad Qambardan oling. Ikkalasi ham bir xil zot. Farqi nimasi yo'q. Ikkalasi ham bir xil qon, bir xil zot, bir xil asl teddi boqar. Asl teddi bu original teddi boqar. O'sha nimasi yo'q ikkalasini ham. Uchishdagi farqlar o'tgan safar ham tushuntirdim. Crosslarda nisbatan asl teddilardan kam bo'ladi. Royallarda nisbatan chatishganlarida kam bo'ladi. 3-4 marta uchgandan keyin yo'qoladi. Royallarni bitta qoni aralashgani o'sha aybi bor. Boshqa nimasi yo'q, o'zi chiroyli. Gap yo'q royallar. Oldi sotdi jarayonga bo'ladi, lekin uchirishda 3-4 marta uchirganingizdan keyin boyagi 3 ta aybi paydo bo'ladi. Yo quyosh tomon, botish tomoniga qarab ketib qoladi, kun botish tomoniga kech tushgandan keyin
ikkinchi aybi maladoyligida tentirab dikarlarga qo'shilib ketadi, yo bu yoqqa tentirab uni qo'shni ishqibozlarga tushib qoladi. Yoki bo'lmasa uchinchi aybi babichkaga o'xshab mayda quruq qiladi. Royal zot aralashgan mayda quruq qiladi. Bu degani tayyor qo'pchiqqa yem. Endi asl teddilar ham qo'pchiqqa yem bo'ladi. Bu darajada qochish tezligi ularda kattaroqda. Qochish tezligi kattaroq. O'shanga e'tiborli bo'linglar. O'shanisi nimasi? Farqlari o'shanda. Yana nima? Qanotlardagi farqlarni o'tgan safar aytdim-ku mana. Bu ham cross zot emas mana. Bularda ham farqlar. Mana men o'tgan safar aytdim. Mana shu 3 ta 4 tasi qora bo'lishi kerak, qanotdagi farqi. Mana bu tomondagi ham 3 ta 4 tasi qora bo'lsa, bu Salara zotlar. Qanotdagi bitta farqi shu. Dumlar qora bo'lib, mana bu yoqlargacha tushib kelib, nima qilsa Salaralarda shunaqa bo'ladi. O'shanaqa holatlarda Salara обязательно отдельно bilinib nima qilib keladi. Qanotlaridagi farqi shunaqa deymiz. Mana bularni ham haydaylik. Mana do'ylarimizni sekin o'rgatyapmiz endi. Xudo xolasa. Nima deydi? Sekin o'rgatishni boshlaymiz endi. Shamol ham, bulut bilan shamol. Sekin harakat qilishyapti. Uchirish jarayonlarini aytib boraman. Kanalga obuna bo'lib qo'ying, xudo xolasa. O'tgan yilgi uchirganlarimiz ham bor, mana o'tgan yilgi oldingilarimiz. O'tgan yilgi oldingi yildagi nimalarimiz ham kanalimizda bor. Endi bu yilgi mana aprel oyidagini hali tashlaganim yo'q. O'tgan safar ham tashlayman deb hech vaqt bo'lmayapti. Endi xudo xolasa. Qush kerak-da, bularni tinmayman. Shamol juda tezlik katta, shamolni bulut bo'lganga bo'ladi. Shamolda ham harakat qilsin. Shamolda ham iloji boricha harakat qildirish kerak. O'tgan safar 2,5 soat uchib nima qilib tushgan. Harekatda. Chiqib ketyapti. Yaxshi. Nimalari yaxshi. Ish ko'tarilib nima qilib. Jarayonlarni ko'rib boring, onda sonda endi vaqt bo'lganda yakshanba kunlari asosiy vaqtimiz o'sha paytlari. Ko'ramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Maladoy bo'lsa ham riskovat qilib haydayapmiz endi. Royalga aralashmagani uchun, boshqa uchun. Yana oxiriga yetib olaylik, eski nimalarimiz. Ko'ramiz.
ekanlar. Harakatdalar. Bo'ladi, shunday qilib harakatlansak. Mana boyagi uchirgan maladoylarimiz. Yoyilib uchyapti-da yana. Maladoylarimiz. 3 tasi qayda yuribdi? Shu yoqda ekan. Uyda. Mana nariga ham chiqib ketdi. Birikmayapti-da, endi mana ikkitasi bu yoqda. Ikkitasi bu yoqda. To'rttasi ketdilar, to'rttasi. Bittasi bu yoqda. Bulutni emasdi. O'tgan safar 2,5 soat birikib uchuvdi. Endi hozir 1 soatdan beri birikmayapti. Bu yoqda. Bu yoqda. Nargisi qani? Ha, yoniga keldi. Sredniydan o'tdi, birikmayapti. Ikkitasi yoqda ekan. Narmanni balandlikda. Mana bu ham narmanni balandlikda. Maladoylar yaxshi o'rganish. Birikmayapti-da. Uchalasi ham. Yaxshi bo'ladi. Ikkinchi yaxshi rezultati. Ha, yana birikdilar. Birikdilar. Yaxshi birikdi beshtasi. Yaxshi. O'tgan safargidan yaxshi. Maladoylar ochilyapti. Shunday tinmay haydash kerak-da. 3-4 kun haydasa o'sha o'rganib ketadi. Bitta maladoyimiz qoldi. Tomni bu yoqda shekilli. O'rgatadigan o'tgan yilgilarni ham mana yana chiqardik. Yaxshi. Soatdan o'tdi.
4 soatga yaqinlab tushdi Maladoy. Boya 3 soatlarda bittasi tushdi. Yaxshi, 2 soatdan ziyod uchuvdi o'tgan safar. Bugun yaxshi rezultati. Hozir nariga tepada bitta qoldi. 3 ta chiqib ketibdi. O'tgan yilgi Maladoydan bu yerga 3 ta edi. Bittasi tushib qoldi, bittasi qo'shilib ketdi. 3 ta ketibdi. Tani ko'p chiqib ketdi endi bilmayman hozir. Tepada ko'rinib qolsin, olib beraman uni ham. 11-may 3-tushi. 11-may. Ana 3-tusi kelyapti mana. Soatga yaqinladi. Bular 3-tushi. Ikkita Maladoy, bittasi 3 soatdan ziyod, bittasi 4 soatdan ziyod, 4,5 soat. Voy bilan ko'pchilik, voy ko'pchilik emas ekan. Hozir bittasini ko'pchilik ko'rdi. 4 ta Maladoy edi. 4 ta Maladoy edi. Bittasini ko'pchilik ko'rdi. 2 soatlardan ziyodda bo'ldi. 5 saat. 5 saatdan ötüyor. 5 saat olmaz korktular. 9. Yaxshi. Bitta yo'qotish yana aprel oyida bitta yo'qotish qildik. Yaxshi mana. Shukr. Safar Maladoylar. Bu katta ham, o'tgan yilgi Maladoy ham 2 soatdan ziyod uchgan 2 marta. 3-uchish edi. 4 soatdan o'tirdilar bugun. Bittasi 5 soat o'tgan yili. Yaxshi, shunaqa oshib boraveradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ishlarni iloji boricha ko'rsatib boraman.